Mana hozir Kappadokiyani eng manzarali joylaridan bittasida tomosha qilib turibmiz. Bu ko'rib turganimiz egri bugri toshloqlar hammasi bir zamonlar vulkan otilgandan so'ng g'adir budir bo'lib yerlar paydo bo'lgan. Hozirgi kunda o'sha vulkanlar uxlab yotibdi. Вот завтра у нас еще есть шанс, кто хочет лететь на воздушном шаре сегодня, уже стало дешевле. $200. $200. Кто завтра хочет лететь? Завтра в воздушном шаре кто? Sayohatimiz davom etadi. Hozir biza Kappadokiya o'rta shaharimiz. Orqamda turgan qadimiy haliyam o'sha fundamenti saqlanib qolgan orqasida. Har bittasida ko'rib turganimiz o'sha boshdagi o'sha hisar, ya'ni o'sha hisar turk tilidan o'zbek tiliga o'girganda qal'a deb ma'nosini anglatadi. O'rtami ma'nosi o'rta qal'a deb nomlanadi. Ilgaridan qadim zamonda odamlar mana shu tog'it qoyani tagidagi fundamentlarga uylar solib yashashgan. Ba'zilarida odamlar ko'chib ketgan, ba'zilarida odamlar ota bobolaridan qolgan uylarda haligacha yashab kelishmoqda. Ular uylarning o'ziga xosligi shundaki, uylar qishda issiq, ya'ni yozda esa salqin bo'lar ekan.